Istig'for etuvchi odam xolasin xolamasin bu natijani ko'radi. Dunyoni o'zida ko'radi vafot etmoqligidan oldin. Natijani eng kichkinasi nima edi? Bittagina hadis zikr qilaman. Bittagina hadis. Man lazama al-istig'for ja'ala Allohu lahu min kulli hammin faraj va min kulli dhiqin makhraj va razaqhu min haythu la yahtasib. Kimki doimo istig'for etib yursa, man lazam doim istig'for etsa, o'tirganda, turganda, yurganda doim istig'for bilan band bo'lsa-da, u qochib qutula olmaydi. Unga albatta xolasin xolamasi 3 ta narsa beriladi. Birinchisi, min kulli hammin faraj. Har qandoq g'am, g'ussa, qayg'u o'rniga xursandchilik, shodlik beriladi. Kim g'amga tushmagan bu dunyoda hozir? Kimning g'ami yo'q ekan aytinglarchi? Kim xohlayapti g'amni o'rniga xursandchilik berilmoqligini?